Odam nima uchun har qancha yesimi sabranmasligi, yegining chiroyi chiqmasligi, immunitet kuchini yuqori ko'taranmasligi, badanni quvvatlanmasligi mana bunday sabablardan bo'ladi. Mazmun qiziqsangiz bosh surat ustiga qo'shish belgisini besib bizni qo'shib olgandan keyin, haqsiz yurakdan birini berib o'tib inkas rayonchilik yo'llaringiz ko'plab yo'l uchun birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, mushu o'zingizga o'xshash o'riq ovoq, qancha yepmi, yegining chiroyi chiqaranmagan badani ojiz o'riq do'stlaringiz bo'lib qolsa, mushu filmni yo'llayotgach davomini to'liq anglang. Siz zaten nima sababni samaranmabsiz, bilang. Siz shuncha quvvatli vaqtni yapmay samaranmagan bo'lsangiz, mana manda sababni samaranmabsiz. Bu zodi qaysi sabab degan vaqtda ko'pincha do'stlarimizning shu oshqozon yollig'i, oshqozon sovib ketgan, oshqozon ko'padigan, oshqozon og'riydigan qatorliq masalalarni oshqozon iqtidoridan chekinayotgan sababidan bo'ladi. 3 oy oshqozonda ig'ir yoki yenik darajada masala bo'lsin, shu oziqlarni badanga to'liq hazm qilinmaganlikdan kundan kunga o'riqlab ketadi. Har noch quvvatli vaqtni yesimi yegini chiroyi chiqmaydi, samaranmaydi. İkinci vaqtda mushu jigarning harorati eshib ketgan, jigarning besimi eshib ketgan, qavziyat bo'lib qilgan, ussash, ig'iz qurish, kichik tarat siriq keladigan, yel ko'p bo'lish, cho'ng tarat 2-3 kunda bir keladigan ahvolda bu jigarning issiq eshib ketganlik sababidanmi samaranmaydi, yegan chiroyi chiqmaydi. Jigarning harorati eshib ketgan vaqtda qanday alomatlar ko'rilgan vaqtda tapan qiziydigan, uyqusi nachar, kayfiyat, turaqsiz bir ishlar osonla chiqilib qolgan, noyatibak horg'inlik his qilgan, futqol jonsiz, mag'dursiz, chiroyi sulg'un, chachbak, maylishgan chachbak tushirgan, yana ba'zi do'stlarimizga mushuni ko'zning oqi sag'rib olgan, ozroq mayliq go'sht kebab yeb bo'yicha beshi chinqilib og'rib ketgan ba'zi o'tsiz alomatlar ko'riladi. Uchinchidan bo'lsa, mushu qalqansimon bezning iqtidori chekingan ahvoldami, o'riqlab ketadi, badan ojiz, futqollar mag'dursiz, futqol titraydigan, yurak ritmsizlik ahvollar ko'riladi. To'rtinchidan bo'lsa, diabet, o'pka, tuberkulyoz qatorliq ergashma kasalliklar sababidanmi o'riqlab ketadi, ishtohasi nachar, badani ojiz, immunitet kuchi tuban, to'la og'rib qoldi, o'ltirib qolsa beshi qaydigan, futqol jon yo'q, mag'dursiz, hech qilish xush yoqmaydigan, chiroyi nursiz, xunuklik ahvollar ko'riladi. Mendami yuqoridagi ahvollar bor. Shunchalik quvvatli tomoqlarni yesam, yeginim chiroyim chiqmaydi. Badanim ojiz, o'riq, immunitet kuchim tuban, osonla og'rib qolaman, o'ltirib qolsam beshim qaydi, hech qilish xush yoqmaydi. Qachon tekshirsam qon ozlaydi. O'zim noyatibak horg'inlik his qilaman, futqolimda mag'dur degan narsa yo'q. O'riqlimni kiyim kiysam faqat yarashmaydi. O'riqlimni chiroyimni qo'riqlab ko'p qeri chiroy. Bir immunitet kuchini yuqori ko'tarib saq tursam bo'ldi, azroq samirab salobatlik so'lalik bo'lsam bo'ldi. Unimini birdan bir kapolat beradigan, haqiqiy tibobat bo'yicha yasalgan, haqiqiy mahsulot bo'lsa iste'mol qilib, samirsam bo'ldi, badaniga quvvat to'lg'isam bo'ldi degan har qanday do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, mushu ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 27-77 unlarni qo'shish orqali bizning unimini birdan bir kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tibobat xam material, shundaqla mig'izlar javrin foydalanib haqiqiy tibobat bo'yicha ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, ishtahani ochadigan oshqozon, taljiga, börekning xizmatini yaxshilab, oziqlarning badanga shumirlashini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning as tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, uyqu sifatini alohida yaxshilaydigan, immunitet kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni takshi tabiiy samirtadigan, badan quvvatlash halomizini setilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unimini birdan bir kapolat beramiz do'stlar. Avval iste'mol qilsa, undan keyin baho berasizlar. Agar unimini ko'rmasanglar, mana men Ablajon pulinglarni to'liq qaytaramiz do'stlar. Shunga xotirjam sitilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana sizlarga o'xshash o'riq ovoq do'stlarim bo'lib qolsa, mushu filmni yo'llab qo'yinglar. Undan boshqa undarimizni qo'shamagan do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrimxonamizga undar nomeringlarni olib qo'ysanglar, biz o'zimiz sizlar bilan aloqalashamiz do'stlar.